Maşallah ismingiz chiroyli ekan. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Muyassar qismani sizga. Xo'p. Yosh navqiron yigitlarimiz, kelajagimiz vorislarini, xosatan xursand qilgan birodarimizni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganda ulug' mukofotlarga yetgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim bir yetimga mehr ko'rsatsa, qiyomatda hakaza deya ko'rsatish barmoqlari, o'rtoq barmoqlar ko'rsatilar. Ilohi jannatda mana shunday bir maqomatga erishishga Allohim nasib o'zi aylasin. Ilohi shu ko'ngli o'ksiklarni ko'ngli xursandchilik keltirdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, qaysiki bir musulmon bir birodarini ko'ngliga xursandchilik keltirsa, albatta Alloh azza va jalla nazdida eng xayrli amal qilgan bo'ladi dedilar. Ilohim mana shu yigitlarni, yoshlarimizni, farzandlarimizni xursand qilgan birodarimizni Alloh xursand qilsin. Talab duolarini ijobat qilsin. Shu xayr va saxovat qilayotgan barcha birodarlarimizdan, mana shu maktab yoshidagi birodarlarimizga, farzandlarimizga kiyim-kechak qilib berayotgan birodarlarimiz, opa-singillarimizni hammalarini Allohim ikki dunyo saodatini musharraf etib, qiyomat Rasulullohning shafaatlari, dunyo oxirat yaxshiliklarni nasib aylasin. Allohu akbar.